Gentra'da foldimi akalar. Boshlanish to'lovini arzonroq variantda bo'lsa zo'r bo'lardi. Mashina kimdan aka? Sizdan? Bizdan aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzumsiz? Ahvollaringiz yaxshimi? Qanaqasiz aka? Rahmat. O'zingiz yaxshimi aka? Rahmat. Aka, Instagram kuzatib turgan bo'lsangiz kerak, boshlanish to'lovi arzon mashinalar qo'yganman. Yaxshi niyat qilgan bolalar bor, yaxshi bolalar bor, vaqti-vaqtida to'laydigan mas'uliyatli bolalar bor, Gentra haydagisi keladi ularni aka. Albatta, yoshlarning orzusi. O'shanga aka, boshlanish to'lovi arzonroq mana mashinani qilib bera olamizmi? Qilib bera olamiz. Boshlanish to'lovi aka $500 bilan chiqadi. Aha. Qarang, $500 bilan chiqsa, yili nima, qanaqa? Yili 2021-yil. Aha. Yaxshi mashina. Amerikanka, optasi. Amerikanka farallar, navorotlari bor. Aha. Malibu barlargacha qo'yib qo'yilgan. Chexollar, poliklari. O, salon holatlari zo'r-ku. Malibu barlar taqib qo'yilibdi, tayyor. Tesla monitorlari qancha yurgan? 73 ming yurgan. 73 ming. Gazlar taqib qo'yilgan. Gaz ham bormi aka? Metan gazlari ham bor. Tayyor mashina, bez rasxod. 4-pokoleniya metan gaz. Qora Gentrani oladi, haydaydi, chiqib ketadi. Aka $300 boshlanish to'lov bersa, mana shu mashinani olib ketsin, nima deysiz? Sal kam bo'lib qoladi-da aka. Qiynalib qolasiz. Ranglari ham qora bilasiz, hammaning orzusidagi ranglar. Aka, obunachilaringiz hurmati qilib bersak bo'ladi, faqat dokumentga pulni olib kelsa bo'ladi. Ha, xarajatlarni qilib oladi. Har doim aytamiz, u yoq bu $800 atrofida xarajatlari ketadi. U yoq bu общий summani hisoblasangiz $1100 atrofida tushyapti iPhone puliga. Deyman, past nomer qoldirib qo'yamiz, okalar, telefon qilinglar. Gentra qora avtomobilni xarid qilinglar.